O'zbekiston xalq artisti, O'zbek dublyajı qirolichasi deya ta'riflanadigan Mukambar Rahimova 1941-yil 23-mart kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. 3 farzandning o'rtanchasi va oilada yagona qiz bo'lgan Mukambar Rahimova 1964-yilda Toshkent teatr va rassomchilik oliygohining aktyorlik, 1976-yilda esa rejissyorlik yo'nalishlarida tahsil olgan. 1964-yildan O'zbekfilm kino studiyasida faoliyatini boshlagan. Dadam harbiy bo'lsa ham musiqadan yaxshi xabardor bo'lgan. Dutor chertishni bilardi. Yana ko'proq san'atkorlar bilan do'stlashgan. Qolaversa, uyimiz ham hozirgi O'zbekiston davlat drama teatri ro'parasida bo'lgan. Uyimiz teatrga yaqin bo'lganligi sababli u yerdagi aktyorlar bilan ulfat edi. Oilada yagona qiz farzand bo'lganim uchun kichikligimda erkatoy va qaysar bo'lganman. Onam oliy ta'limda o'qimagan. Shunday bo'lsa ham matematikadan juda yaxshi bo'lgan. Hisob-kitobni yaxshi bilardi. Urush vaqtida uyimizda evakuatsiya qilingan Yahudi ayol ham turardi. O'sha paytlarda har kim nima qilib bo'lsa ham oilani boqish kerak edi. Onam savdo sotiq qilib ko'rgan, bozorda ishlagan. So'ng shu Yahudi ayol onamga muzqaymoq tayyorlab sotishni o'rgatgan. Avvaliga atrofdagilarga bu shirinlik yoqqan. Haligi ayol onamga endi buni patentlab olib sotishni o'rgatgan. Muzqaymoqlarni Hamza, Muqimiy teatrlarining bufetida sotishardi. 9-sinfni tugatmasimdan oliygohga olishgan. Maktabda 9-sinfda o'qiyotgan kezlarim kechki payt ishga ketayotganimda trolleybusda bir semiz, ko'zlari baqako'z kishi menga qarab qo'yaverdi. Uning qarashidan qo'rqib ketganman. Oxirida kechasi nima qilib yuribsan, qayerga ketyapsan deb so'radi. Shunda men artistman, kinostudiyaga ishga ketyapman dedim. Haligi kishi studiyada nima qilishimni so'radi. Dublyajda qatnashaman deb aytdim men. Nimaga teatr yo'nalishida o'qimatligimni so'radi. So'ng o'zini rejissyorligini aytib, ertaga teatr oliygohiga borib, uni so'rashimni tayinladi. Ertasi kuni aytilgan manzilga borib qarasam, dars ketayotgan ekan. Ichkaridagi o'qituvchi yordamchisini chaqirib, unga meni imtihon qilishni tayinladi. Yordamchi Tursunboy akani tanir edim. Har kuni dublyajga kelardi. Xonaga kirganimizdan so'ng Tursunboy aka, "Seni nimangni imtihon qilaman, o'qiyver kursda" dedi. Shu bilan hali maktabni tugatmay turib, oliygohdagi o'qishim ham boshlanib ketdi. Turmushga bermatliklari uchun Moskvaga qochib ketganman. Oliy ta'limda 3-kursda o'qib yurganimda uyda juda ko'p gap so'zlar bo'la boshladi. Turmushga berishlarini aytishardi. Shunday bo'lavergach, oxiri 3-kursligimda turmushga chiqsam, san'atkor bo'la olmayman deb Moskvaga qochib ketganman. Borsam, bu yerda ham oliy ta'limdan imtihon davri ekan, ammo imtihonga kiritishmagan, chunki hech bir hujjatim yo'q edi. Oxirgi imtihonim tugaganidan so'ng bir teatrning bilim yurtiga bordim. U yerga borib, rektorning oldiga kirdim va o'zbek ekanligimni o'qitishmasdan majburlab eriga berishayotganini aytdim. Shuning uchun o'qishimni tashlab, bu yerga qochib kelganimni aytdim. O'qishga olishdi. Uzoq manzildan bilim yurtiga qatnay boshladim. Bir kuni men ketayotgan avtomobil kutilmaganda avtohalokatga uchrashi oqibatida bosh miya chayqalish jarohatini oldim. Bir muddat kasalxonada davolandim. Kasalligim uchun o'qishga bora olmasdim. Vatanga qaytishim kerak edi. Onam meni ko'rgani keldi va ahvolimni ko'rib, san'atkor bo'lishimga oxiri rozi bo'ldi. Qaytib kelganimdan so'ng o'qishimni va ishimni davom ettirmoqchi bo'ldim. Lekin oliygohga qabul qilishmadi. Bolam bilan ko'chada qoldim. Ko'chada bolam bilan uysiz qolganimda O'zbekfilm kino studiyasi menga eski dekoratsiyani boshpana qilib berishgan. Bir bolam bor. Yana biri hali tug'ilmagan paytda turmushimdan ketganimda qayoqqa borishni bilmaganman. Ota-onamning oldiga borganimda uyda kelin bor edi. Onamga keliningiz unday qilyapti, bunday qilyapti desam, onam, "Qizim, chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari bo'ladi. Chidasang o'tir, chidamasang yo'q. Yana bitta uylantiradigan o'g'lim bor. Hozir kelin bilan kelisha olmasang ketadi. Ertaga ikkinchi o'g'limni uylantiraman" deganimda, opasi artist edi. Eridan ajrashgan, akasi xotin qo'ygan. Bu o'g'li ham shunaqa bo'ladi. Bu oila shunaqa o'zi deyishsa, nima degani bo'ladi? O'zi artist bo'lib, yuzimizni yerga qaratib bo'lgansan. Endi chidasang yasha, chidamasang bor eringnikiga. Yarashib, o'sha yerda suv kelsa simirib,
tosh kelsa kemirib o'tirasan degan. Shundan so'ng bolamning kiyim xaltasini ko'tarib kinostudiyaga kelganman. Hamkasblarimga ko'chada qoldim. Mana shu yerdan joy bermasanglar, o'zimni shu eshik tagida osaman deganman. Shundan keyin kinostudiyaning orqa tomonida eski dekoratsiya bo'lgan joyni ajratib berishgan. Juda abgor bo'lib ketgan joy edi. Kimdir uydan plita olib kelib bergan. Chelak, tog'ora olib o'sha yerda 2-3 yil yashadim. Shu dekoratsiya buziladigan bo'lganda menga kvartira berishdi. Dublyaj kasodga uchrab Amerikaga ketdim. 20 yildan ortiq vaqt mobaynida dublyajda ko'rinmadim. Sababi bu paytda dublyaj kasodga uchrab televizion variantga o'tib ketildi. Bu variantga qo'shila olmadim. San'atkor bo'lganim uchun san'atdan boshqa ish qila olmayman. Bozorga chiqishni eplolmayman. Boshqa bir kasbni egallash uchun yoshim 50 dan oshib 60 ga kirib qolgan edim. Ana shu payt nima qilishim kerak edi? Mahalladan yordam puli so'raymanmi yoki bo'lmasa meni taklif qilmagan televideniya rejissyorining eshigi oldiga borib, O'zbekiston xalq artisti eshigingiz oldiga keldi, ish bering deymanmi? Odamga g'urur ham kerak ozgina. Bu yoqda katta o'g'lim armiyaga borib, kasal bo'lib qaytib keldi. Kichik o'g'lim uylangan. Shunda moddiy qiyinchilikka duch keldik. Yurgan daryo, o'tirgan bo'yra deganlaridek, men ham xalq qatori o'zimni sinab ko'rish uchun Amerikaga ketdim. U yerda ham ish topish oson emas. Hech kim sizga xush kelibsiz, qaysi ishni beray demaydi. Idora yurib ish qidirasiz. Xorijga borganda til bilish kerak bo'ladi. Majbur bo'lib men ham qiynalib til o'rgandim. Bizning kasbimiz u yoqda o'tmaydi. U yerda qariyalarga qarovchi bo'lib ishladim. Amerikada ko'p qariyalarga bolalari ishda bo'lgani uchun qara olmaydi. Farzandlari va nabiralari haqida. 2 o'g'lim bor. Kattasi bastakor, kichigi diplomat kasbini egalladi. Bolalarim tarbiyasida qattiq turdim. Ularni san'atga yo'latmoqchi emas edim. Lekin ularni sohamga yaqinlashtirishga majbur bo'ldim. Chunki planni tugatish uchun 20 soatlab ham ishlashga to'g'ri kelardi. Bolalarga telefon qilib xabar olardim. Agar uyda yo'q bo'lsa, xavotir olib uyga yugurardim. Ko'chada ko'rib qolsam, urushib uyga olib kirardim. Shuning uchun bolalarim ham hadeb ozor chekmasin, o'zim ham ulardan xavotir olavermay deb ularni musiqa internat maktabiga berdim. Hozirda 2 bolam ham oilali, nevaralarim ham katta bo'lishgan. Lekin haligacha uylanishmayapti, turmushga chiqishmayapti. Biri doktoranturada o'qisa, boshqalari bakalavrda, turli yo'nalishlarda o'qiydi. Hammasi o'qish bilan ovora. Hali evarali bo'lmadim, o'qiyverishsin. Hunarli bo'lgani yaxshi albatta deydi Mukambar Rahimova.